Sizlarga salom bo'lar. Sizlar bilan men Pepgraf qo'limli totemlar ko'rasizlarmi? Hozir ularni qancha turam auksionda 120 dan turibdi. Osiylash bilan faqat Pepgrafligini hadi. Xullas, shunday nima desam bo'ladi. Totem orqali totemlar orqali biz boyib ketishimiz mumkin. 120 dan mana 100 dan deganda 10 tasi 1 million. Undan 20 larni qo'shsak 100 ming, 1 million 100 ming. Agar 20 ta qo'shsak 2 million 200 ming bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi bola, bu biznes yaxshi. Lekin totemni yasagan sababi u jang uchun ham kerak bo'ladi. PP uchun o'zbeklar bo'lsa, keyin yana bitta nima ko'radigan. Xullas bola yo'q ekan bizda. U o'zbek yo'q ekan, hozir serverda o'zbek yo'q ekan. Shunaqa gaplar. Bitta o'zbek bola menga bunday dedida bola. Tepasini oldim, keyin ba'zamga tepa qilsa olsam, ba'zanni yo'q qilaman dedi. Keyin men uni o'ldirdim. Undan keyin o'ldirgandan keyin u yerga home qo'yadi ekan, uy qilib qo'yadi ekan. Keyin uni ertasiga boshqa akkauntdan kirdim. Ikkita akkaunt bor bilmasanglar. Kirib turib, keyin shunday bu unga tepa tashladim-da men. Keyin nima qildi? Bu Pepcraft uyi dedi. Keyin nima deyapti? Buni bazasi raid qilingan dedi. Lekin u yerda regionim bor edi. Region borligini u esdan chiqarish kerak. U bazani men boshqa joyga ko'chirdim o'zim. Mana shu akkauntda Pepcraftda. Ikkinchi akkauntim LotMC1. Unda nima desam nima edi? Xullas, shunaqa gaplar. Unda men prosta pulim turadi, u yerda ukam keyin narsa qaziydi xolos. Narsa qazib pulni menga tashlab turadi. Men pep qilaman, chunki 22 ta odam o'ldirganman. 30 ta nima qilganman? O'lganman. Ukam faqat shu spawnda turadi, keyin pullarim unda turadi. Chunki meni o'ldirib ketsa, boshqa nima playerlarga pulim tushmasligi uchun yaxshi nima yo'q. Keyin meta nima ham bor. U yerda bitta nima ochdim men. Mashada. Mana qanimi bitta narsa qildim. Kilkam olish. Mana mashina oldim men. Ikkinchi urg'unga nechta kerak? Buni yerdan yaxshi turibdi, spawnga olish kerakmikan? Bir narsalar deyapti, biratishganmiz. 400 ta bor ekan. Mana obsidian qilsak 500 beradigan, bu nima ekan? 200. Bir marta kraga borib kelsa 200 beradigan, unga 75. 8 ta creeperga voy bu birat kvadrat ekansiz. Xullas bolalar shunaqa gaplar. To'ppelar ko'ramiz, mistikka borgan. Emirto eng ko'p birodar 87 ta boribdi. O'tgan safar sizlardan o'tgan videoda aytganimda. Buni bilmadim, esimda yo'q bu. Festivallar bor odamlar men ham aytdim. Suvetiyede xullas botlar yoki dantelar o'ziga pul tashlab olgan. Bu eng ko'p o'ynagan nima? Qani bu yerda kim bor, kim biz bormiz? Yo'q ekanmiz biz. Ruslarni yaxshi bor edik. Rus lekin Artyom 31 soat va bu biz buncha o'ynasak. Xullas shunaqa bolalar. Bugungi video shulardan iborat edi. Nima hech narsa qilmadik, shunchaki men suhbatlashdim video chiqmagan uchun. Qana video qo'yishni ham bilmayapman-da. Shunaqa.
Nima deysizlar? Keyingi video qanaqa bo'lsin aytinglar endi. Bilmas Skywars o'ynaymi yoki yana Warframe'dami? Va nima deysizlar? Ashuni yozib bersanglar, keyin men ashunga qarab video chiqaraman. Mayli bolalar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.